Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: folchilarning hukmi haqida so'rabdilar. Va bu bir folbin ayol bir ayolni erini yo'ldan urib, shunga tegib olibdi. Bu ayolni uyidan quvib chiqaribdi. Farzandlarini ham bermabdi, farzandlar ham borishni istamas ekan. Ya'ni onasi bilan ketishni xohlamayapti ekan. Avvalambor folbin deganda mana shu g'aybni bilishni da'vo qiladigan va insonlar o'rtasida isitib sovutadigan, go'yoki yo'qolgan narsalaringni topib beraman deydigan, har xil shirklarga buyurib, qon chiqarib, birlar o'zlarini bir pirlariga, boshqalariga qurbonliklar qiladigan, shunaqangi sehr bilan shug'ullanadigan folbinlar bo'lsa, folbin kofir bo'ladi. Folbin musulmon bo'lmaydi. Buning dalili Alloh taoloning so'zi. Baqara surasida Sulaymon alayhisalom qissasida aytgan: "Va ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Harut bilan Marut biror kishiga sehrni ta'lim bermasdi. Ta'lim bersa ham aytardiki, biz fitnamiz, xolos. Sen buni o'rganib kofir bo'lma deyishardi. Mana shu oyatdan ulamolar olganki, demak inson sehrni o'rganishi bilan, sehrgar bo'lishi bilan kofir bo'ladi. Harut bilan Marut hozir shuni ogohlantiryapti. Biz fitna uchun tushirilganmiz. Sen buni o'rganib kofir bo'lib qo'ymagin deyapti. Innama nahnu fitnatun fala takfur deyapti. Oyat bu. Ana shunga binoan bu kofir bo'ladi. Uning jazosi tayin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, haddus sahiri darbatun bis-sayf. Sehrgarning jazosi qilich bilan bir urib bo'ynini chopish deganlar. Bu tayin bu. Bu qilich bilan urib bo'ynini chopish deganligi bildiradiki, bu musulmon emas bu. Va sahobalar ham bu masalada ittifoq qilgan. Umar radhiyallohu an, u kishining qizlari Hafsa radhiyallohu anha, ulardan bu fe'l sodir bo'lgan. Ya'ni sehrgar erkak, sehrgar ayollarni o'ldirishgan. Hafsa radhiyallohu anhoni bir joriyasi, cho'risi sehr bilan shug'ullanib, u kishini ham sehrlab qo'yganda o'ldirishga buyurgan, o'ldirilgan. Hafsa onamiz Umarning singlisi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayoli. Mana bundan dalolat chiqadiki, sehrgar dindan chiqadi. Bu mavzularni biz aslida islom buzuvchi amallar darsligida batafsil sharhladik. Endi mana bu sehrgar u erkakni boshini aylantirib tegib olgan bo'lsa, Alloh alam, ehtimol haqiqatda shu sehr qilib tegib olgan. Bu erkakni endi o'qitish kerak. Bu erkakni ruqiya qilish kerak. Shar'iy bir ruqiya bo'ladigan odamlar bilan ruqiya qilib o'qitilinadi. Va mana bu ayolni, folbin ayolni urib savalab bo'lsa ham u yerdan olib chiqib tashlashlik kerak. Bunda qo'rqilmasin. Bu bizni ham bir shikast yetkazib, bizga ham bir zarar berarmikan sehri bilan deb. Chunki Alloh taolo oyatda aytib qo'ygan: "Va ma hum bizarrin bihi min ahadin illa bi iznillah." Bu sehrgarlar sehr bilan hech kimga Allohning iznisiz zarar bera olmaydi degan. Allohga tavakkal qilib, inson o'ziga ham dam urib, sehrni rad qilib, Falaq, Nos suralarini o'qib, Oyatul Kursini o'qib va uyga kirib Baqara surasini o'qilish kerak. Mana bu sehr inshaalloh tarqaladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham sehrlashgan. Falaq va Nos suralarini dam urib shifo topganlar. Shuning uchun mana birinchi o'rinda mana erkakni ham o'qitish kerakda, bu ayolni daf qilish kerak. Qodir bo'lgan yo'li bilan daf qilinish kerak. Ammo farzandlarga kelinadigan bo'lsa, farzandlar biz qolamiz degan gap ketmaydi. Bu sohada farzandlarga qachon ixtiyor beriladi? Ota bilan qolasanmi, ona bilan qolasanmi deb. Agar farzandlar o'zini es-hushi joyida farzand bo'lsa va ota ona dinda ikkalasi barobar bo'lsa,
Lekin agar farzandlar o'zi hali iz hushini tanimagan bo'lsa yoki bir ota posiq ota bo'ladigan bo'lsa, ona yaxshi ayol bo'ladigan bo'lsa, bunaqa holatda farzand ota-onasining yaxshisi bilan birga bo'ladi. Chunki farzandni dunyosidan ko'ra oxirati muhim. Dunyosini obod qila olmasa ham dindor bo'lgan otasi yoki dindor bo'lgan onasi bilan uni birga qilinadi toki oxirati obod bo'lsin deb. Shuning uchun farzandga bunda ixtiyor berilmaydi. Farzandi kerak bo'lsa, olib qochib ketsa ham bo'laveradi. Takror aytaman, agar vaziyat mana shu savolda aytilgandek bo'lsa, ya'ni ona agar bir dindor ayol bo'lsa, vallohu alam.